Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Həftəlik muhim xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, bugün 2022 yılı 18 sentyabr yakshanba, hər həftə yakshanba günü məyli vətənimiz Şərq Türkistan əlaqədar bolsun, yoki dünya vəziyyətindəki gün tərtibdəki muhim xəbərlərini qısqa analiz qilgan şəkildə huzurunuza sunub kelyapmiz. Ondaqda bu həftə jarayonda bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarga bir ko'z yugurtib o'taylik. Birinchi xabarimiz Xitoy BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan hamkorlikni to'xtatdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, biz xeyli uzun bu xabar haqida tartishdik. Xitoyninki qanchalik numussizligi, ushuqligi, o'zining ishiga kelgan vaqtida maqtagan bu ayalını, Michel Bachelet'ni en ahırkı vazifeden ayrılıştan bir qancha minut burun. Şunchilik yumshoq ifodalar bilan e'lon qilingan bo'lsa-mu, birdamda yuzini o'rib qanchalik chichanishganligi o'tgan haftalik va undan burungi xabarlarimizni, kunlik xabarlarimizni beryapmiz. Bu shu Xitoyning numussizligini ko'rsatgan bir xabar hamda. Amerika ovozi berildi bu xabar. Xitoyning Jeneva turishliq BDT bosh elchisi Çin şu 9. sentyabr'daki sözde Şarkı Türkistan hakkındaki dokulat sebeplik Xitoyning bundan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan hamkorlasholmaydiganligini, ammo bu Birleşken Devletler Teşkilatı bilan hamkorlashmaydiganligidan derak bermaydiganligini. Xitoyning 12. sentyabr, ya'ni shu oyda hozirgacha davom qilyapti bu yig'in. Boshlanadigan BDT kishilik huquq kengashining alik birinchi navbatlik yig'iniga qatnashadiganligini bildirdi hamda Xitoy. O yana mazkur dokulatning Xitoyga tahdid shakllantirganligini, Xitoyning bundan keyin hech ish bo'lmagandek BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi bilan davomli hamkorlasha olishining mumkin emasligi haqida jar soldi. BDTning sobiq kishilik huquq amaldori Michel Bachelet hammamizga ma'lum bo'lgandek, aslida bu yodib ketdi hammamizga 31 avgust vazifasidan ayrilishdan hatto shu 10 minut qolganda 20 yıldan artıq kechiktirilgan, bütün dünyada qattiq talab qilingan bu Şarkı Türkistan'daki Xitoyning jinoyatlari haqidagi dokulatni eng oxirgi minutlarda e'lon qilgan. Shuningga qarshi bu hattoki bu yerda dunyo kutgandek, xalqimiz Uyg'urlar kutayotgandek nurg'un davlatlar e'tirof qilib irqiy qirg'inchilik yuz beryapti deb bu so'zlar aniq tilga ilinmagan bo'lsa-mu dokulatda, ammo lekin bu yerda Şarkı Türkistan'da insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bo'lishi xavfi bo'lishi mumkin degan shaklda yenik bir ifoda ishlatilgan bo'lsa-mu, Xitoy bunga o'ltiranmadi. Chunki ifoda bu shaklda bo'lgan bilan, ammo dokulatning ichida yana Xitoyning bugun dunyoda tilga ilinayotgan nihoyatda ig'ir jinoyatlari muayyanlashtirilib, bu chuqum aniq yuz beryapti deb, masalan, hozirgi lagerning ichidagi va majburiy emgak qatorliq nurg'un jihatlardan tilga ilinayapti. Shu e'lon qilingandan tortib hozirgacha nurg'un davlatlarmi bu jinoyatni ishlayotgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish to'g'risida qattiq kuchli talablarni qilyapti. Albatta buning ta'siri bundan keyin ham davom qiladi. Inshaalloh bu Xitoyningki chichanishlar, Xitoyningki har qancha chirpinishlari foyda bermaydiganligiga ishonamiz. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelsak, G'ulji xalqi jonni aloqonga elib, zulmga qarshi qo'zg'aldi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Albatta har bir xalqimiz chet eldagi mayli nada yashayotgan bo'laydi, bu ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan ko'rinishlarni har kuni bir shaklda ta'qib qilib turyapmiz deb qarayman. Nihoyatda ichinishli manzillar chiqyapti. Shunchalik qattiq besimli xalqimiz shundoq beshimga nima kelsin deb chiqqan bu ko'rinishlarni albatta hammamiz ko'rdik. Shu atalmish yuqumni nolga tushirish siyosati bilan Xitoy mayli G'ulja, Urumchi, Turpan, nurg'un shaharlarga tarovutini ko'rildan tortib, bu jinoyatga och qo'yib o'ltirish, bugungi lager qirg'ini yetmagandek och qo'yib o'ltirish siyosatiga qarshi buningga norozilik bildirib chiqqan edi G'uljadagi mahalladagi xalqimiz. Bu 11 sentyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bu sinda G'ulji shahri Qaridong yezi xalqi Xitoy rejimining xalqni nazarband qilib ochliqdan qiynash, oshkora qirg'in qilish qilmishiga qarshi jonni alqonga ilib qo'yib, ko'chaga chiqib norozilik bildirgan. Mazkur sinda Uyg'urlar
öylerden koçuğa çıkıp şu koçuğa çıkışa başlayan bu menzirler yani. Aç kaldık dep çıkan menzirler. Koçudaki hatta Xitayning şu ahalilardaki Gumaşta Xitayning Gumaşta xadimlarining öy kiranlar degan avazlarımı xalqning öyde yatqandan ko'ra bu işimiz unumli bo'lganda mana qaranglar. Hammanglar öylerden çıkışa başladı degan avazları arasında ularninki avazlarımı g'oyib bo'lgan temdi. Mazkur 1 minutlik sında qarışlıq ko'rsatib ketayotganlar öyge qamab qo'yib hech qanday ta'minot yetkazilmayotidi. Bu sababli xalq chidamay oxir qo'zg'alib chiqdi degan bo'lib, Xitoy rejimining ishiklarini majburiy taqab yemaklik yetkazib bermay, uchuq oshkora qirg'in qilish jinoyatini kuchlik isbotlagan bir sinlardan birisi demdi bu. Hatta bu şu nurg'un xalqimizning ko'ngliga har xil Xitoyninki bularni bo'sh qo'yib etmaydiganligi, Xitoylarning hamda ashundaq vahshiyligini bilib turib chiqqan cho'ng kichik hammasi. Şu yani xalqimiz ansirgan narsa millatda yuz berganligi. Mesela Erkin Asya radiosuniki muxbirimiz telefon qilib shu rayondagi saqchixonaga shu Qaridon diki bir kanit saqchixonasiga telefon qilib mushu ko'chaga chiqqan, mushuning qatnashgan 617 nafar kishining tutqunda ekanligini shu saqchilarningki ovozi bilan aniqlandi hamdi. Tabi o ovozda hammasining kichik bolalar ekanligini deb turibdi taxo Xitoyning saqchisi. Lekin Amerika qarab boqsak kichik, cho'ng kichik hammasi bor millatda bu yerda. Bunda oz turib bularniki pushaymon qilganligini dedi hamdi. Shu ovozda shunday bildirilgan. Lekin endi boshqa rayondagi shu ekinchilik manzillar kunda ijtimoiy uchur vositalarda turdi. Endi kuzatuvchilar Sharq Turkiston xalqining irqiy qirg'inchilik siyosati davom qilayotgan, qarshilik ko'rsatgan hamon barliq erkinligidan hatto hayotidan ayrilgan bir vaziyatni besh qo'ldek bilib turibsizmi, yanada qo'zg'alib chiqib vatandagi shunchalik ig'ir besim ko'z oldida tursinmi, bu chekidan oshgan zulm qarshi chiqishdan iborat tiz pukmas ruhi va jasoratini namoyon qilganligini xalqimizning erkin dunyoda yashayotgan Uyg'ur muhojirlarining buningdan umid va ilhom elishi kerakligini, shundaqla hech ish qilmay sukutda yashayotganlarning bu xalqimizning bu jasoratidan bunun aldıdan numus qilishi kerakligini, Sharq Turkiston xalqini Xitoyning ishg'oliyatidan qutuldirishdan iborat mas'uliyatini shunda erkin dunyoda turibmi his qilmay yashashdan numus qilib, mas'uliyatini ado qilish yo'lida barliq tirishchanliklarni ko'rsatish kerakligini bildirishmoqda. Xalqimiz mayli tutilganlar bo'lsin va yoki hozirgi ahuzar ichida har kuni biz ko'nglimiz yerim bo'layotgan bu vahshiyliklardan qutulishiga tilakdoshmiz va shuningga shu keraklik bo'lgan xizmatlarni albatta qilamiz. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'tsak, Xitoyning virus bahonasi bilan qirg'in qilish jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Endi yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bu ichinishliq manzirlarga, ahuzarlarga albatta qalbida zarrachilik, millatini so'ydigan, vatanini so'ydigan hiçbir Uyg'ur chidab turishi mumkin emas. Shuning uchun nurg'un dunyoning har qaysi joylarida albatta Turkiya, İstanbul va boshqa shaharlar bo'lsin va dunyoning har qaysi joylarida turli keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Shuning jumlasidan mana shu 12 sentabr Xitoyning İstanbul turistlik konsulxonasi oldida keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Namoyishga İstanbulda yashayotgan minglagan xalqimiz ishtirok qildi. Namoyish Sharq Turkiston Kültür ve Hamkorlik Jamiyati raisi Seytum Turk efendimninki so'zi bilan boshlandi. U so'zda Xitoyning shu hozir yuqorida so'zlab o'tilgandek shu virusni yo'qotamiz degan atalmish tirnoq ichidagi amaliyotda xalqni qirg'in qilishdan iborat bu razil niyatini la'natladi va butun dunyoniki Turkiyaning ham rahbarlarining bu ishga söz qilishi, bu ishga aralashishi kerakligini bildirib söz qildi. Arqadan İşbar xonim Türkçe bayonot e'lon qilib, Xitoyning yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik siyosati butun dunyoda kun tartib turgan bu vahshiylik jinoyati tugamay turib, amdilikda ikkinchi bir bosqichga o'tib, bu virus bahonasi bilan xalqni qirg'in qilayotganligini bildirib bayonot e'lon qildi. Arqadan Uyg'ur Akademiyasi Vaqfidan Burhan, Doktor Burhan Ulug' Yo'l apandi
İngilizce bayanatını okup xalqaro jamiyatni bu jinoyatlarni to'xtatishga chaqirdi. Shundaqla Sharq Turkiston O'limalar birligi rais vakili ustoz Mahmudjon Damollam arabcha bayonot e'lon qilib arab dunyosiga navbatda Sharq Turkiston xalqininki bu yerdagi musulmonlarning qandoq vahshiy qirg'in qilinayotganligini och qo'yib o'ltirilayotganligini bildirdi. Hamda bu ciddi paytda albatta islom dunyosidagi musulmonlarning harakatga o'tishi mas'uliyatini his qilish kerakligini bildirdi. Arkadan başka hatta Xitoycha, Rusça bayanatның nusxalarını okup ötüldü. Şundaqla başka müşahedeki Türk yazgıcı jurnalistlerden mu Halis Özdemir, Türkiye Erkelik Cemiyeti'nin vekili Zahra Türkmen Hanım şundaqla başka kişiler namayişte ayrım gap qılıp Xitoyning cinayetini lanetledi ve şu bugünkü aç koyup qırğın qilish cinayetini bir simbol şekilde bu yerdagi ayollar cho'mich qo'shiqlar bilan qazanqachilarga urib ovoz chiqarib Turkiyadagi axborotning diqqatini tortishga tirishgan bo'ldi hamda. Shundaqla oxirida doktor Abdulazizning rahmatullohiniki boshchiligida Xitoyning halokati uchun duo qilib bu yerdagi namoyish oxirlashgan bo'ldi konsulxona oldiki va shu yerdan yongan xalqimiz yana Turkiyaning Şişli'de turishliq, İstanbulning Şişli'de turishliq BDT kishilik huquq komiteti ishxonasiga Xitoyninki shu yerni oldida bu yuqoridagi so'zlangan bu jinoyatlarni ayblab uning oldida namoyish qildi ham isbotlarni o'zininki Xitoyning jinoyatlari tilga ilingan isbotlarni u ishxonaga topshirib bergan bo'ldi. Ve onun aldığı bu namoyish bo'lishdan burun 10 sentabr İstanbulda yaşayotgan bütün xalqimiz mı Sharq Turkiston O'limalar birligining tashkillashida Fatih Camisi'de qunut duosi o'qib jam bo'lib shu yerda ko'p sonda xalqimiz qatnashib duolar qilindi xalqimiz bilan birga. 14 sentabr bundan keyin yani şu İstanbul ve Türkiye'nin başka şehirlerde yaşayotgan bir Türk'üm Uygurlar Ankara'ya yığılıp BDT'nin Ankara'daki işxonasi oldida namoyish o'tkazdi ve bayanat e'lon qildi. Shundaqla bu yerda mu Seyitun Türk efendim söz qilib hem bayanat e'lon qilib Xitoyning şu atalmış virus meselesini tilga olib turib qatliam qilayotganligini tilga oldi ve arqadan BDT ishxonasiga vakil kirib maktubni ishxona mas'uliga sundi Xitoyning jinoyatlari tilga olingan maktubni. Namoyishni ilgari Turkiya bexatarlik organlari shu namoyish qilish haqida ruxsat bergan bo'lsin, biroq namoyishchilar Islom hamkorlik tashkilotining Anqarada turishliq ishxonasiga berish davomida bexatarlik soqchilarining to'sqinligiga uchirdi ve oxirida namoyishchilardan 30 vakil tanlanib Islom hamkorlik tashkiloti ishxonasi oldida bayonot e'lon qildi ve şu 30 vakilning ichidan 2 kishini ayrim qabul qilib shu Islom hamkorlik tashkilotining ishxonasi bu vakillar Xitoyning navbatdagi bu jinoyatlar tunishtirilgan dokumentni maktubni mas'ullarga Islom hamkorlik tashkiloti mas'ullariga sungan bo'ldi. Albatta xalqimiz bu shaklda nimalarni qilyapti. Bu Turkiyaning ichidagi bir namoyishlar edi. Hamda shu aqsdan boshqa dünyanın her qaysi joylarida Xitoyning vahshiyona jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi mavzuli xabarimiz. Deginimdek nurg'un davlatlarda o'tkazildi bu namoyish. Ya'ni shu G'ulja, Urumchi, Turpan, Korla hozirgi kunda biz ko'rib turibmiz bu videolardan. Shuningga qarshi xalqimizni och qo'yib o'ldirish va irqiy qirg'inchilik jinoyati bular qarshi namoyish o'tkazildi. 13 sentabr Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan Avstraliya parlamenti oldida namoyish o'tkazildi. Shundaqla keyin Gollandiyada 14 sentabr, Gollandiyada 11 sentabr Gollandiya poytaxti bu Amsterdam Dam maydoni, Amsterdam shahridagi Dam maydonida o'tkazilgan namoyish yuqoridagi ve 14 sentabr bu Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi tarafidan Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyish bu yerda bu ciddi ijtimoiy uchur vositlarida kun tartibga biz kunlik xabarlarimizdan ba'd shu yerdagi yoshlarimiz nurg'un tosh hatto o't yoqqan potolkini aytib Xitoy konsulxonasidagi bu tajovuzchilarning vakillarining nihoyatda jiddiy bir sarosimiga sağlam bir namoyishdi, bu nihoyatda kuchli bir namoyishdi.
Elbette yana Şivsiyada yaşayotgan Uyg'urlarmı Şivsiya Ma'rif uyushmasining tashkillashi bilan 13 sentabr ve 16 sentabr Şivsiya parlamenti oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishda Xitoy rejimining mush yaqin kunlardagi jinoyatlari bu yerda tilg'anib bayonot o'qib o'tildi. Shundaqla barliq shu yerdagi tashkilotlarni, davlatni bu ishga aralashish chaqiriqlari qilindi. Shundaqla Amerikadagi Uyg'urlarimizmi 10 sentabr Aqsaray oldida namoyish o'tkazdi. Mana 15 sentabrdagi namoyish yuqoridagi shu Washingtondagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyish. Bu yerda masalan bu Tumaris Almasxonim shundaq saqchilarning to'sqinligiga uchirgan, yana lager shoidi Tursunay xonimi bor. Bu yerda to'sqinlik uchirganlar orasida demak, shundaq tuxum etib degandek ciddi bir tartışmalar bo'lgan bu yerda. Ve Fransiyadagi Uyg'urlarimizmi Xitoyga qarshi vatanimizdagi bo'layotgan bu jinoyatlarga qarshi nurg'un xalqimiz yig'ilib bu yerda namoyish o'tkazilgan 14 sentabr kuni Parijdagi Xitoy elchixonasining oldida. Ve Yaponiyadagi Uyg'urlarmi Yaponiya bosh vaziri turishliq hukumat binosining oldida Xitoyning bugungi qilayotgan jinoyatlar haqida norozilik namoyishi o'tkazgan. Demak, bu shunday har xil shaklda kun tartibga keltiryotdi tashkilotlarimiz bo'lsin va shu yerda yashayotgan har qaysi davlatlardagi xalqimiz qo'ldan kelgancha harakatlarni qilyotdi. Hali ham nurg'un ishlarni qilyotdi albatta tashkilotlar. Inshaalloh unumli bo'lishini umid qilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, G'ulji xalqiga yo'llangan yordam buyumlarining majburiy setilganligi oshkorlandi mavzuli xabarimiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu ahu zar noli faryodlarning keynidan bu albatta Xitoyning ijtimoiy uchur vosita tarqalgandan keyin vatanimizning har qaysi shaharlaridagi xalqimiz buni ko'rib chidamay, mayli Qashqa bo'lsin, Atish bo'lsin, nurg'un yerlarda ijtimoiy uchur vositalarda xalqimiz ajoyib ciddi bir harekatga o'tdi aslida. O ko'rinishlardan ko'ralaymiz. Amaliyotda G'ulji xalqiga o'zaro bir-biriga yordam qilishga ruxsat qilgan bo'lsa Xitoy, G'ulji xalqining o'zining yemak-ichmaklari yetib oshgan bo'ladi. Hech kim oshqanmaydi u yerda. Shunchalik mo'lliq bor. Xalqimiz tarqitib o'y-o'ylardan chiqib qo'ygan. O'tgan haftami dedim men. O'y-o'ylardan chiqib ishni oldi qo'yib qo'ygan Xitoy yig'ib ketib, hech birini Xitoyning shu oq kiyimni kiyib olgan aholilarga shu bir mas'ul aşağıdaki fidai xodim deb atib olgan atalmış. Bu xodimlarning xalqning taqib bergan narsani xalqqa taqib etgan bir ko'rinishini ko'rmadik. Hech bir ijtimoiy uchur vositada ko'rinmadi bu narsa. Va tonna mashina un yog' atishdan tatib nurg'un xalqimiz ajoyib chiqnasini yig'di. Ve bunun hiçbir mashinalarning G'uljiga berib, G'uljida tarqitilayotganligi ne Xitoy doiralari tarafidan, ne bu apagan fidoilar tarafidan xalqimizga shu ochqanlik tarqitilib, o'y-o'ylarga akirib turayotgan videoni Xitoy bir tashviqot sifatida o'tirg'a chiqmadi, o'ylab boqaylik. Buningga diqqat qilinglar. Shuncha bola yuzlagan tonna mashina kamas mangan bu mashinalarning ichidagi butun yemak-ichmak, non, un yog' hech qanday narsa ko'rmadi hozirgacha. Mushlarning hammasining hatto nurg'un ijtimoiy vositalardagi shu qarindoshlarimiz G'uljidagi masalan bizga akab bermadi, hech qanday narsa tagmadi, bermayotdi bizga degan narsani Xitoyning suiqasdi, Xitoyningki qanday qilib bilsimi oxiri chidamay ijtimoiy vositalardagi shu Xitoyning ijtimoiy vositalarida ba'zi xalqimizdan ba'zilari uch devatdi bu narsani. O'ylab boqaylik. Xitoy mana shunday hatto shu qilingan yordamlarni o'zlarining Xitoylarga berganlik to'g'riliq nurg'un gaplar bor albatta. Bo'lmasa nima ketdi bu narsa yani. Mushuncha bo'la narsa xalqimiz tekkan bo'lsa, bu ahuzar och qilib bu shakldagi insonning ishini zardab qilgan ko'rinishlarni ko'rgan bo'lamdik biz. Yani mushundaq jinoyatlar ishlanayotdi. Endi bu yerda bir yosh shu
ijtimoiy fikr vosita tarqalgan bir sindi g'ulji turayotgan bir Uyg'ur yosh Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan g'ulji xalqiga avatigan unmay qatorliq yordam buyumlarining g'uljidagi Xitoy doiralari tomonidan pulga setilayotganligini oshkorlagan. Ko'dinglar mutaq berilib xalqdan pul elib shu bicharalardan akab birayotgan biz o'tgan haftami va uning oldidami davomli ko'rsatyapmiz. Shunchalik qimmat akab bergan sesib qolgan yerimiz sesiq bir qitimliq tamoqqa oran yetadigan ko'ktatlarning shu qadar qimmat akab birayotgan. Bu xalqning yordamlarini setayotganligini oshkorlagan. U o'zining bu ahvollardan qattiq ichinganligini, xatarga tavakkul qilib bu ahvollarni oshkorlash qaroriga kelganligini, o'zining yana deydigan nurg'un gaplarning borligini, ammo deyishga amalsizligini aytgan. Bundan ilgari tarqalgan bir sindimi bir Uyg'ur yoshdan bir turkum non tayyorlab g'uljaga avatmoqchi bo'lganda Xitoy amaldorlarining bunga yo'l qo'ymaganligi oshkorlangan edi. Tarqalayotgan sirlarda ma'lum bo'lishicha, Urumchi va G'uljidan keyin Ko'rla Turpan shahri muqamal qilinishga boshlagan bo'lib, Xitoy rejimi xalqning ishlar vazirlarini butunlay shunday taqab och qo'yishga boshlagan ko'rinishlar hali ham davom qilyotdi. Hatto biz o'tgan hafta bergan tuqamdi. Mushu diqqat qilgan bo'lsangiz bir qancha kundan buyon uning oldidagidek jiddiy oshkorlanayotgan to'rdagi narsa ozlab ketdi tuyuqsizlar. Nimishqa o'tgan hafta biz bergandik. Hatto mushu virus cheklayotgan mushu muhitda har qanday bir salbiy och qoldim yoki uni bo'l bu bo'l deb mushu uyga solab Xitoyning qilayotgan bu vahshiy siyosatni ayblaydigan har qanday bir ishni Xitoy davlatni parchalash jinoyati bilan ularni ayda taqib qolsa şu arxil taratqularda ashundaq jazolanadiganligini bildirib tahdid qilgan shaklda Xitoyning axboroti bu shaklda e'lon qilgandi. Bu hatto shu arxil to'plardagi butun vatanimizni bilamiz hamda. To'plarda butunlay shu aholilarni ashunda boshqardi hamda. Yüzlügen xalqqa tahdid selib, nə resim yollaysan, hatta chiqqan xabarni yollashga ruxsat yo'q degan ovozlarni hammamiz anladik chetəldikilar. Chuqum har qanday gap bo'lsin, shu ovozliq gap qilinglar, har qanday surat u bunasi yollashga bo'lmaydi deb buni e'lon qilgan. Ham Ündidar to'pida bir abayt deganimdek to'p boshliqining ovozliq gap qilish to'g'riliq qilgan gaplar bor. Shundan keyin ozlab ketdi bu videolar. Ammo hali ham yana ancha-muncha chiqib o'tdi. Bir video va mishada ko'rib o'taylik shu videoni. Bütün mahalla taqilib tutilmoqda. Tunlar beshatlar o'rni. Mahallaning kirish yeri o'y yetmidi, o'y taqalg'ini yetmidi, ishlarning taqalg'ini. Mahallaning beshidan bor. Sen bütün ishni taqadan kelgan. 9-15 kun Tümürlü şartdan akab taqavatqanmış ailenin kirişini qarab baxay. 16 kuni ochliqdan bolalarning nima uchun shu insonlarning qizib ketganligi, quvvatli yemiyalikdan kunlarcha och bo'lganlikdan shu kichik narsali bolalarimizni ko'rinishlari ancha çıkıvat lekin biraz azlık ketdi hozir Xitoyning shu cheklimiz sababli. Turpan qarab boqaylik. O'tgan hafta Turpandan biraz butun narsani tugaganligini Balasının shunchalik telefon qismi hech qaysi javob berib olmagan Xitoy. Yo'q emas, bor. Hech qaysi javob qilmayotdi o'shqatda. Bu jamoa. Hatta o'lib qolgan kasaldan ashlarni chiqarmagan. 看一下，这就是无良的商家。 Abay qınımızlıq arqalı Xitay özel qıb pul setib atqan nəsini. 一份菜包分成2份，卖给 Xitay 居民。 bir meyada Xitay söyləydi ədə. Bu namussuzluqdan ən pəllisiga chiqqan nəsləndi. Palan hər ailəyə bəgən nəslimi bütünlay ikkiga bölüb, bir xalqın bir ailəyə birləşən aşnama ayədəki xadimlar bölüb müşündaq namussuzluq qılıb atqanlığını deydi hamda Xitay. Kidayizon başqiri öldürübətdi. 20 öldürübətdi. Hürriyet xanımın gepi. Nurgullan ağımdan mı böyle? Elimde bir monca adam kırvattı. Telefonumda ağamğalla. Hemisi benim kendim kırvattı. Öldürübətib, andaki ayağının kendine kırvalardı. Başta telefonunu almayı. 7 günlük nimeden çıkan nimeken.
Hatta şu fidai xodimlarning boshlig'i ekan bu ayolning eri. Ben şunu cakalayıyorum ki, ben Hürriyet Bekri, Kays Halmurattin dep kalanla. Ümercan, Beşiktaş'ın Ümercan, Valim Şolcan'ın balisi Halmurat. Mektep müdürünün balisi Halmurat. Öldürülgen, aç koyup öldürülgen. Demek bu şundaq nomussuzluqlar, bu cinayetler bütün dünyanın köz aldıda elip berilatıda. Elbette nurgun qilishga tegishlik vazifamiz var, işimiz var. Mayli shaxs sifatida bo'laydi, tashkilotlar sifatida bo'laydi. Albatta nurgun tashkilotlarimiz har xil shaklda, buni har xil tillarda biz ham to'rt xil tilda taqdim bütün bo'layotgan bu jinoyatlarni va nurgun tashkilotlarni ko'rib turibmiz, qo'ldan kelgancha harakatlarni qilyapti. Xo'sh. Yana bir muhim xabarimiz kelsak. Amerika Xitoyga o'zak eksport cheklamasini yanada kengaytirishni planladi mavzuli xabarimiz bo'ldi. O'zak masalasi uzundan buyon kun tartibida turayotgan masalalarning biri bu. O'tgan haftadan beri endi bu cheklamani, o'zak masalasi cheklamani texnik kengaytganligi haqidagi xabar Reuters agentligining 13-sentabrda bergan xabarda Biden hukumati kelar oyda Amerika korxonalarining Xitoyga sun'iy aqliy iqtidorli o'zak ve özek yasaş üskünelerini eksport qilishga qo'ygan cheklamani yanada kengaytirishni planlagan. Hamda Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning 13-sentabrdagi axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning shu savoliga duch keldi. Bu yangi bayonotchisi Biden hukumati Amerika korxonalarining Xitoyga sun'iy idrokliq o'zak va o'zak ishlab chiqarish, o'zak yasash uskunalarini eksport qilishiga qo'ygan cheklamani yanada kengaytirishni planlagan. Siz bunun qanday qaraysiz degan savoliga har qatimgidek Amerikaning bundaq qilishining butunlay fan texnika zo'migarlik bo'lib hisoblanadiganligi, Amerikaning taraqqiy qilayotgan davlatlarga besim ishlatishga uringanligini bildirib bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning har qaysi organlari Amerikaning sun'iy idrok o'ziga kuchli ehtiyojli bo'lib, Amerika bu qatim Xitoyning jon tomiri hisoblanadigan o'zak setib berishga bo'lgan cheklamani kengaytirishni planlagan. Xitoydagi dаңliq universitetlar va Xitoy egiligidagi tadqiqot apparatlari uzundan buyon Amerikaning hisoblash o'ziga tayanib sun'iy idrok texnikasini harakatlantirib kelgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Nvidia va AMD qatorliq Amerika shirkatlari ta'minlaydigan o'zakning kamchil bo'lishi Xitoy organlarining surat va tovush farqlantirish qatorliq vazifalarni o'taydigan yuqori unumli hisoblash ishlarini qilishini to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin degan analizlarni qilyapti. Xo'sh. Yana bir muhim xabarimiz kelaydi. Yevropa komiteti majburiy emgak mahsulotlarini cheklash taklifini o'tirg'a qo'ydi mavzuliq xabarimiz bo'ldi. Bu Amerika ovozining xabarida berildi. Yevropa komiteti 14-sentabr Yevropa ittifoqi bozorida mavjud bo'lgan barliq majburiy emgak mahsulotlarini setishni cheklash haqidagi tadbirini o'tirib qo'ygan. Yevropa komitetining taklifi Yevropa ittifoqida iste'mol qilinayotgan, shundaqla import qilingan barliq mahsulotlarni o'z ichiga oldi ekan. Ammo Yevropa ittifoqining taklifida majburiy emgak mahsulotlari bilan shug'ullanadigan konkret kasb yoki shirkatlar tilga olinmagan. Shu kasblardagi yoki shu shirkatlarda umumiy shaklda agar majburiy emgak chetilgan bo'lsa, hammasi shuning ichiga chuqur cheklanishi kerak deb. Yevropa komiteti payshanba kuni bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Yevropa komitetining bu atrofliq tadbirlari nihoyat muhim. Chunki taxminan 27.600.000 kishi har qit'a va nurg'un kasblarda majburiy emgakka selinmoqda. Ko'pincha majburiy emgak xususiy egilik sohasida yuz berayotgan bo'lsa-mu, ammo majburiy emgak davlat tarafidan kuchaytirilmoqda deyilganimda. Xitoy bu yerda uchuq oshkora tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo bütün analizchilar hammasi o'qninki nishonning asosli nishoni Xitoy ekanligini, chunki bu yerda davlat tarafidan kuchaytirilmoqda deb Amerika boshliq Amerika amaliyotda boshlab bo'ldi bu cheklash nimasini. Yevropa bunga ergishib bu nimani qilyapti demdi. Bayonot yana Yevropa ittifoqi a'zo davlat organlarining majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini Yevropa bozoridan chiqarib o'tish huquqi bo'ladiganligi, Yevropa ittifoqi tamojna organlarining majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa ittifoqiga kirishini aniqlab chiqib, mazkur mallarning Yevropaga kirishini cheklaydiganligi bildirilgan.
Ve Avrupa İttifakı İcraiye Komitesining muavin reisi ve Soda vekili Valdis Dombrovskisning aytishicha, bu teklif dünyadaki milyonlagan kishilarga ta'sir ko'rsatadigan zamonaviy qulluq tizimini hal qilishda haqiqiy o'zgarish paydo qiladi dedi bu shaxs. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar Avrupa İttifakı bozoridan majburiy emgak mahsulotlari chiqarib tashlanishi kerak. Bayonot yana dastlabki bosqichda Avrupa İttifakı a'zo davlatlar o'xshamagan manbalardagi uchurlarga asosan majburiy emgakning xatirini baholab chiqadi. Bu yerdagi nihoyat muhim bir qurla bu. Hammamiz diqqat qilishga tegishli bo'lgan va nurg'un Xitoyning shu jinoyatlarini isbotlab turgan har xil ko'rinishlar, materiallarning nihoyat ta'minlashimizning muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Deydi-ki, bu balkim fuqarolar jamiyati ta'minlagan material. Ularga material ta'minlashimiz kerakligini bildiradi. Oldi bilan shu Avrupa İttifakı a'zo davlatlar o'xshamagan manbalardan uchurlarga asosan majburiy emgakning xatirini bog'lab chiqardi. Belki fuqarolar jamiyati ta'minlagan material, alohida mahsulot va jo'grafiyalik rayonlarga markazlashgan majburiy emgak xavfi qatorliq sonliq ma'lumot ombiri va shirkatning o'zini tekshirish qatorliq materiallarni o'z ichiga oldi deyilgan. Demak, bizlarning ustimizga nurg'un qilishga tegishli vazifalarning tushadiganligi nihoyat ochiq bildirilgan qurlar bu hamda. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelaydi. G7 guruhi Xitoyga qattiq yo'l tutadiganligini bildirdi mavzuli xabarimiz. Bu mu albatta Xitoyni sarosimaga soldigan xabarlarning biri. G7 rahbarlari Xitoy bilan bo'lgan savdoda texmi qattiq qo'l bo'lishga qo'shilgan bo'lib, hamda Xitoy bilan bo'lgan muomillarda soddilik qilmaydiganligini bildirishdi. Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada urush portlagandan buyon tunji qitim uchrashgan bo'lib, Germaniya iqtisod ministri payshanba kuni 7 davlat guruhining savdoda Xitoyga qarshi uchrashgan deganda hozir bu Samarqandda ko'rishishda o'tdi bu yerda. Tunji qitim yuz uchrashishi. Germaniya iqtisod ministri payshanba kuni 7 davlat guruhining savdoda Xitoyga qarshi texnik qattiq tadbir qo'llanish qo'shilganligini aytgan. Ular yana Rossiyaga qaratgan iqtisodiy jazoni saqlab qolishga qo'shilgan. 7 davlat guruhining savdo ministrlari Berlinning sharqidagi New Hardenberg sarayida 2 kun yig'in ochgan. Germaniya Federatsiyasining muavin bosh ministri, iqtisod ishlari va klimatni qo'g'dash ministri Robert Habeck yig'indan keyin taratqularga Xitoy haqidagi muzokaralar xalqaro savdoda yuqori o'lchamga kafolatlik qilish va Xitoyning iqtisodiy kuchidan foydalanib boshqa davlatlarga besim qilishdan saqlanish masalasiga markazlashdi degan iborani ishlatdi. Robert Habeck yana Germaniya Xitoy bilan keskin savdo liniyasini qo'llangan vaqtda, chunki Germaniya hammamizga ma'lum, ya'ni Yevropaninki bir poyezga o'xshatsak, poyezning 5 yana lokomotiv eng 5'idki bir davlat hamda. Germaniya Xitoy bilan keskin savdo liniyasini qo'llangan vaqtda Yevropa ittifoqimi Xitoy bilan texmi kuchlik savdo siyosatini yo'l qo'yishni ilgari surdi dedi. Shundaqla Yevropaning o'z iqtisodini qo'g'dash uchun Xitoyga qaratgan majburlash tadbirini kuchaytirdi. Yaqinqi yillardan buyon Yevropa ittifoqi Xitoyga qarata borgan sari qattiq siyosat qo'llandi degan so'zlarni ishlatdi. Va u so'zning oxirida yana G7 guruhi a'zolarining Xitoyga qarshi harakatini moslashtirishga qo'shilganligini, bir-birimiz bilan moslashib turib harakat qilishga qo'shilganligini bildirdi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelaydi. Xitoy BDT yig'inda xalqaro jamiyatni aldashga urindi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Albatta Xitoy bugünkidek jinoyatlari butun her tarafdan, her kuni dunyoning eng nufuzli axborotlarida tilga ilinmaydigan bir kun bo'lmasi kerak hamda. Tarafdan kelayotgan, oshkorlanayotgan bu qadar jinoyatlarga numus qilmasdan har doim qimig'ini qilmadi, har xil xalqimizning ichidan yolg'on sahnlar olib ziyorat qildi o'zininki yollab apagan muxbirlari va yoki atalmış tadqiqotchilarini ish qilib jinoyatini yushirish, boshqacha o'zini boshqacha dunyoga boshqacha ko'rish uchun qimig'ini qilmay qilyapti. Hozirgacha qilyapti. Shuning jumlasidan bir narsa bu. Yer shari vaqti, ya'ni Xitoy yer shari vaqtgasining to'rining 15-sentabrdagi xabarida berildi bu. Xitoy xalqaro jamiyatni aldash ham xiyoli bilan Qashqar viloyati bu qatim hozir BDT yig'ini echilyapti hamda. Mush yig'inga apagan 2
Qorçaq əməldarlarına qaraydı. Qashqar vilayeti Koni şəhər naisi Zəminiyesi Eriq Beşikenti Ayollar Birləşməsinin Qorçaq rəisi bilən atalmış sabıq kəsbi maharət təlim tərbiyə mərkəzində tərbiyəni tamamlayan tərbiyələnigüçi deb atılған Zeynur Namət qarını uyağa apırıb şu yerdə söz qozğanımdı. Və bu yerdə 14. sentyabr günü Birləşmiş Dövlət Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengəşinin 51. növbəti yığınığa şu yığında sözləşkə uğurlaşdırğanımdı. Özünün yüzüb bəgən şu quruq nərislərinəmdi. Ular Xitayning məcburlaşı tayyorlab bergani bo'yicha ta'lim-tarbiya markazi lagerlardagi ahvollarni tunishtirgan edi. Ya'ni ta'lim-tarbiya markazi deb atilgan bu jinoyat lagerlaridagi ahvollarni va uning g'arb dunyosida deyotgandek bugun lager emas, jazo lager emas, balki maktab ekanligini bildirib bildirlashgan edi. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Xitoy rejimining Sharq Turkiston yurgizayotgan bu terrorlik siyosatini irqiy qirg'inchilik deb ayblayotgan. Amerika hukumati va Yevropa ittifoqi Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunni rasmiy ijro qilishga boshlagan bir paytda Xitoy rejimining o'z jinoyatlarini yushirish uchun tipirlab dunchivala tashviqotni kuchaytirayotganligini ham bizning so'zda, ya'ni bizning millatning odamlarni chiqib shundaq sahnalarda so'zlayotganligini bildirib, bu chet eldeki Sharq Turkiston tashkilotlari bo'lsin, xalqimiz bo'lsin, bizlarga nihoyatda cho'ng vazifa tushadiganligi Xitoyning jinoyatlarini texmi isbotlashimiz, texmi maydonga ko'p tashlashimiz kerakligini bildirishmoqda. Xo'sh, bu xabarni mishada tugtaylik. Yana bir xabarimiz Iran Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'ldi mavzuliq xabarimiz bo'ldi. Hozir hammamizga ma'lum bu Samarqandda echilib tugudamda hozir bu tashkilot yig'ini. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Amir Abdullahiyan İranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lganligini bildirdi. U ijtimoiy uchur vositasi e'lon qilgan bayonotida Tehronning O'zbekistonning Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Jangmin bilan ko'rishib, İranning tashkilotga to'liq a'zo bo'lganligi to'g'risida ramki kelishimi imzolaganligini uqtirdi. Amir Abdullahiyan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan munosabatning yangi bosqichga o'tganligini qadam qo'yganligini tilga olib, bu energiyadan iqtisod va savdogacha bo'lgan nurg'un sohalardagi hamkorliklarni o'z ichiga olganligini, bu nuqtadan nihoyatda cho'ng bir muhim o'zgarish hisoblanganligini, navbatda hamkorlikning yangi bosqichiga qadam qo'yganligini bildirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Shanxay hamkorlik tashkiloti 1996-yili Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston vakillari Xitoyning Shanxay shahriga yig'ilib, shu yerda chegara rayonlaridagi harbiy ishonchni cho'nqurlashtirish kelishimini imzolashi bilan qurilgan edi hamda. O'zbekiston, Pokiston va Hindistonning ishtirok qilish bilan tashkilotning to'liq a'zo soni 8 ga yetgan edi. 2005-yili Shanxay hamkorlik tashkilotiga kuzatuvchi a'zo sifatida qatnashgan Iranning to'liq a'zolik musobaqasi 2021-yil 9-oyda boshlangan edi. Bu qatim rasmiy a'zo bo'lib qo'shilgan bo'ldi. Turkiya bo'lsa dialog a'zosi. Va bu oxirdagi xitobnomaga bu Shanxay shu Samarqandda echilgan Shanxay hamkorlik tashkilotininki xitobnomasiga, oxirgi xitobnomasiga qaraydigan bo'lsak, buni albatta oldimizgi kunlarda ayrim bir suhbat o'tkazamiz biz inshaalloh. Bu yerda shu xitobnomaning ichida muhim bir bizga bakarak aloqador bo'lgan masaladan birisi va u bo'lsin shu butun a'zo davlatlar terrorlik va asabiylikka moyil tashkilotlarning tizimligini turg'izib chiqish masalasini o'tirib qo'yishdi. Hammamiz shunday tizimlikni turg'izib, shuni yo'qotishga birlikda qarshi turamiz degan bir modda bor buning ichida. Buni keng-keng paranglashimiz inshaalloh oldimizgi kunlarda. Albatta Xitoy bu tashkilotning eng ichidagi tashkilotning ichidagi eng bularni o'yin tutishgan bu Xitoy. Hammamizga ma'lum dunyodagi terrorlik va yoki asabiylikka moyil deyotgan bütün dünyadaki qonunliq qurilgan tashkilotlarning hammasini nomus qilmasdan vatandikini bilmaydi, bular rost terrorlik qildi deb xalqaro shunday desinamdi. Vatanda har qanday bir ish qilsa shuningga chatadiganmi Xitoy. Bütün erkin demokrat davlatlarda shu davlatlarning har qaysi davlatlarning qonunlariga uyg'un holat ish qilayotganlarni butunlay terrorchi deb deyotgan Xitoyni nihoyat yaxshi bilamiz biz ham. Bu yerda shu tashkilotlarni asabiylikka moyil terror tashkilotlarini bir tizimlik turg'izib chiqayli.
tizimli turg'izib, shunga ko'ra hammamiz paslashib, moslashib bir ish qilishimiz kerak degan bir modda bor. Buni ayrim paranglashimiz. Albatta bu maxluqlarningki jinoyatlari, bu arzularga yetolmaydiganligi ishimiz biz. Sharq Turkistonliklar buni sifatimiz bilan mayli qandaq bir vaziyat bo'lib ketsin, oxirgacha ko'rishimiz davom qiladi, cho'qim oxirgi natijaga erishguncha. Shuna qilib bu haftadagi xabarimizni mushada oxirlashtirsak, ko'rib o'tganlardek nurg'un masalalar mavjud. Vatanimizdagi ahvol bo'lsa, yuqorqidek ichinishlik, bir minut to'xtamasligimiz, qo'limizdan kelgancha barliq tirishchiligimizni ko'rsatishimiz kerak bo'lgan biz vaziyatda bir vaziyatda turyapmiz. Alloh subhanahu va taolo ömür bersa atiki normal gündəlik xəbərlərimizi görüşükcə, həftə axırda həftəlik xəbərlərimizi görüşükcə aman boğayslar. Program axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edəmən. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.